Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Amerikada to'liq o'tir maktabda o'qiyotgan Uyg'ur farzandi Farruh Parat butun Amerika bo'yicha o'tkazilgan to'liq o'tir maktab o'quvchilarining fan texnika musobaqasida chempionlikka erishib, oltin medal oldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Virginia shtati Fairfax shaharlik to'liq o'tir maktabning o'quvchisi Farruh Parat bu yil to'liq o'tir 3-yillikni bitirish oldida turmoqda. Farruh o'z natijalari bilan yana bu yil 6-oyda Amerika Olam qatnash idorasining Langley tadqiqot institutida praktikaga qatnashadigan 100 qobiliyatli bola qatoriga kirgizilgan. Xitoy o'lkalaridan chiqqan zavod korxonalar Qashqardagi Uyg'ur dehqonlarni yerlaridan ayirmoqda. Xinjiang xizmat yig'ini ochilib, Uyg'ur avtonom rayoni 19 Xitoy o'lkasiga bo'lib berilganiga 1 yildan oshdi. Bu jarayonda Uyg'ur elining har qaysi noya yeza bozorlarda Xitoy shirkatlari qurilish qilishni tezlatgan. Yerliklardan olgan inkaslarımızdan qaraganda, hozir yerlik hukumatlar Xitoy o'lkalaridan chiqqan zavod korxonalarga sharoit yaratib berish uchun dehqonlarning yerlarini tortib olishga boshlagan. Bu ozg'ina yerga tayinib hayot kechirayotgan dehqonlarni qiyin ahvolda qo'ygan. Bu xil ahvol Qashqar viloyati tavasida bir qadar og'ir ekan. Gollandiyadagi Yevropa Sharqi Turkiston ma'rif jamiyati Gollandiyadagi Uyg'urlarga madaniy va diniy ta'lim-tarbiya berish ishlarini davomlashtirib kelmoqda. Jamiyatning bu oylik programmasi 21 may Harlem shahridagi bir jamida elib berildi. Suhbat intayin mo'l, mazmunli o'rinlashtirilgan bo'lib, suhbat ahlini rozi qilgan. 5-ayning 22-kuni Sharqi Turkiston Avstraliya jamiyati Adelaide shahrida Sharqi Turkiston Uyg'ur Oliy Kengashi haqida suhbat yig'ini o'tkazdi. Bu suhbatda jamiyat jamoatchilikka Uyg'ur Oliy Kengashining ichilish jarayoni va elingan qarorlar haqida ma'lumotlar berdi. Sharqi Turkiston Uyg'ur Oliy Kengashi bu yil 5-ayning 2-kunidan 7-kunigacha Washingtonda o'tkazilgan edi. Xitoyning Qohiradagi bosh elchixonasi o'tgan juma kuni marosim o'tkazib, Misrda o'qiyotgan bir qism Uyg'ur o'quvchilarini Xinjiangni so'yish o'qish mukofoti bilan mukofotlagan. Qohiradagi Xitoy elchixonasining sohibxonligidagi marosimda Azhar qatorliq bilim yurtlarida o'qiyotgan bir qism Uyg'ur va qisman tungan o'quvchilarga o'qish yordam pul tarqatib berilgan. Marosim yana Misrdagi Junguluq o'quvchilar va ilmiy xodimlar birlashmasining rasmiy qurilganligi e'lon qilingan. Bu Xitoy hukumatining Uyg'ur o'quvchilarini o'ziga tortib, birlik safni kengaytirayotganligining misoli deb qaralmoqda. Urumchi doiralari 18 may Lyudavan, ya'ni Tiqquduq ko'mir konini ko'kartish qurilishini sabab qilib butunlay taqqigan. Mazkur rayondagi kon ishchilari 10 mingdan, muqim o'ltiraq nüfus 40 mingdan oshadigan bo'lib, bularning ko'pinchisi Uyg'urlar ekan. Doirlarning bu harakati Uyg'urlarda gumon qo'zg'amoqda. Xitoy Qaroqol jamiyati elib kechib qo'yib o'tgan 8 yoshli Uyg'ur bolaning ro'yi holati oilasini andishiga solmoqda. Xitoyning Liaoning o'lkasi Dalian shahrida tijorat qilayotgan Nurungul To'xtining 8 yoshli o'g'lini Xitoy Qaroqol jamiyati bultur 7-oyning 28-kunida o'ynayotgan yeridan elib kechib ketgan. Nurungul bolani elib qochgan Qaroqol jamiyatining kimligini farz qilib, uningga tahdid solgandan keyin Qaroqol jamiyati bolani qo'yib o'tishga majbur bo'lgan edi. Vaqa yuz berganiga 1 yil bo'lib qolgan bo'lsa-mu, bolaning ro'yi holatida o'ngshilish bo'lmagan. Lekin Xitoy Qaroqol jamiyatining jinoiy javobgarligi bo'lsa, hozirga qadar surishti qilinmagan. Mo'ng'ul o'quvchilar 24 may namoyish qilib, Mo'ng'ul chorvachining qotilini jazolab berish va Mo'ng'ul chorvachilarning manfaatini qo'g'dashni talab qildi. 11 may bir Xitoy ko'mir shirkatining yuk avtomobili ishki Mo'ng'ulning Shiling'ul viloyati tavasida Margan ismli bir Mo'ng'ul chorvachini besib o'ldirib o'tgan. Mazkur avtomobilning shoferi Xitoy bo'lib, vaqa Shiling'ul yaylig'idagi Mo'ng'ul chorvachilarning g'azabini qo'zg'agan edi. Navbatda Shiling'ul viloyatidagi namoyishlarning butkul ishki Mo'ng'ul rayoniga kengayganligi ilgari surilmoqda. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.